Sizlar bilan yana doktor Umarov. Xullas, hozir sizlar bilan gijjalarni yuqish yo'llari-yu, ulardan bartaraf qilish uchun nima qilish kerakligi to'g'risida bir video ma'lumot bermoqchiman. Mana qo'limda hozir bir oshqozon ichak tizimini portreti bor turibdi, ko'ryapsiz. Mana oshqozon, ichaklar, ingichka ichak, yo'g'on ichak, undan keyin mana jigar. Gijjalarni asosan yuqish yo'li og'iz orqali yuqadi. Iste'mol qilingan oziq-ovqat tarkibida gijjalarda urug'i, lichinkasi yoki tuxumi bo'lishi mumkin. Kirib keladida, shu og'izdan o'tib ketsa birinchi to'siq, undan keyin oshqozonga tushadi. Oshqozonda ikkinchi to'siq, ya'ni bu yerda ham nobud bo'lishi mumkin. Bu ikkinchi to'siq, bundan o'tib ketsa, undan keyin ichaklarga keladi, bu yerda yashaydi. Lekin oxirgi paytda mana ko'p gijjalar bor. Bu jigarda ham uchraydi. Echinokok kistalari, echinokok degan qurt bor. Kistalari jigarda uchraydi. Keyingisi bundan ham bu to'siqdan, ya'ni jigar filtr katta bir biolaboratoriya, bu yerda yo'q bo'lmasa, bundan o'tib ketgandan keyin o'pkada, undan keyin buyraklarda, undan keyin boshqa a'zolarda ham uchraydi. Hozirgi paytda juda ham ko'p. Oxirgi statistik ma'lumotlarda shu echinokok kistalari ayniqsa bosh miyada, orqa miyada ham aniqlandi. Bu narsa operatsiya yo'li bilan bartaraf qilib olinyapti. Lekin bu yerda masalan fan texnikani, meditsinani rivojlanib, kuchli bir apparaturalar yordamida operatsiyalar qilib bu qurtlardan foydalanish, ya'ni boshqa joylarda, ya'ni jigar, buyrak, o'pka, nafas yo'llaridan tashqari yana bosh miya, shu joylarda uchraydigan qurtlarni davolash uchun fan texnika rivojlanib bo'ldi. Lekin buni oldini olish mumkin. Ya'ni oldini olib davolatish mumkin. Oldini olish uchun yana boshqa bir tavsiyalar bor. Bu narsalarni albatta o'tirib, yozib, chizib tushuntirgan ma'qulroq bo'ladi. Endi davolanish masalasida mana men qariyb 1 yildan beri shu Gijjastop klinikasida o'zim yo'nalishim bo'yicha faoliyat olib boryapman. Mana shu gijjalar yo'nalishi bo'yicha ham juda ham meni qiziqtirgan joyi, bu ham allergiyaga sabab bo'ladi-da. Shu sababli buni bartaraf qilish uchun albatta buni ya'ni gijjalarda tanadan bartaraf qilishni mana shu Gijjastop klinikasida tabiiy yo'llar bilan qilinayotganini ko'rib, men bu yerdagi olingan patent, ya'ni ichiladigan malhamiga berilgan patentga bir o'zim qoyil qoldim. Hattoki nevaramni olib kelib bu yerda bu narsani, ya'ni gijjalarni tozalatish uchun davolatdim. Natijasi juda ham yuqori bo'ldi. Endi biz siz azizlarga meni bir tavsiyam, albatta bu Gijjastop klinikasiga murojaat qilishingiz, mana ekranda ko'rinib turgan nomerlarga bog'lanib uchrashingiz mumkin. Aniqlatib, albatta tabiiy yo'l bilan davolanish mumkin. Endi davolanish masalasida juda ko'p dori-darmonlar ishlab chiqarilgan, aksariyati ximikat dori-darmonlar. Ximikat dori-darmonlar ta'siri juda ham tez yuqori bo'lishi mumkin, lekin mana jigarga, boshqa a'zolarga kuchli nojo'ya ta'sirlari bo'ladi. Shu sababli sizlarga albatta tabiiy yo'llar bilan mana davolanish masalasini tavsiya beraman. Albatta murojaat qiling. Kelgusi foydali bu videolarda ko'rishguncha sizlar bilan yana xayrlashib qolamiz. Sahifamizda kuzatib boring, kanalimizga a'zo bo'ling.